Bu ishoninglar, bo'tga udab tushsa, sportmenning oyoqlari ishlamay qoladi. Men даже Braziliya soperligimni razor tepib, visokka razor tepib nokaut qilganimda ko'pchilik tushunmagan ham, udal tegmadi-ku deb. Men tepib oyog'im bir oylab olib yurgan. Oyoq ishlamay qoladi inson. Shuning uchun demoqchiman, Amirxon bilmagan ham u narsani. Tем более visokni sechga qo'yib, ya'ni azincha yorib qo'yibdi. Bu degani tasavvur qiling, udal qanaqa og'ir kelgan. Plus udalni ko'rmagan. Udalni ko'rmaganda odamda svet o'chadi. Amirxonning svet o'chib qoldi. Shuncha odamlarga ham aytgan bo'lardim, hurmat qilib ishini. Keyin eng oddiy tushuntirganda hech kim yutqizaman deb chiqmaydi. Amirxon ham yutqizaman deb chiqmagan. Har bitta inson любой ligada даже 10 dollar pul oladigan payt bo'lsa ham yutsa 20 dollar oladi. Shundoq ekan, kim yutqizgisi keladi? Shuning uchun nasib eganda